omading kelish uchun birinchi o'rinda yaxshilab cho'milishing kerak. $100 mi? Sening pulingiz tushib qolibdi. Voy rahmat, biz sizni sinagandik. Biz Qichq tubidan keluvdik. Odamgarchilik loyihasidan o'tganingiz uchun tabriklaymiz. Sizga mashina hadya qilamiz. Bir pochkami? Demak, ota-onasi sovg'a qilishadi. Aka, pulingiz chiqib qolibdi. Rahmat. Chala cho'milgansanda, iloji bo'lsa yaxshi artini, sochiqlarda artini chiroyli cho'milish kerak. Qayerga keldik? Hozir, polpis. Bolajonim, rahmat kattakon sizga. Hayvon, qayerda yuruvding? Omadli inson ekansiz, bolamni topib berdingiz. Bu hayvon onlayn qimor o'ynab bizni qarzga tiqib yo'qolib ketyapti-da. Ko'zing yo'lamay o'lgur. Men bolamni Brent Rose'dan topdim. Siz aylaning, luboy narsani topasiz. Aptingni anjaga qarataman. Yurma yoqqa hayvon. Otaxon bekadek gapirmadi. Brent Rose haqiqatdan omadli joyda. Qo'limda turgan Fransiyada eng zo'rlar, ranglilar, tapchkalari 79 mingdan bo'lib ketibdi. Orqada turgan eng zo'r futbolkalar 79 mingdan ekan. Og'zingni yop, pasha jiz qilib ketadi. Xullas Brent Rose xalq maza qilsin deb mega aksiyani boshlab yuborgan. Krossovka olasanmi, shim olasanmi, shorti olasanmi, futbolka olasanmi, xullas nima olsang ham 99 ming so'm. Yo'q, yomon omadlisingda omadli joylarni bilasan-da. Zo'rini aytaymi? Omad shouga chaqirishdi. Shunaqangi omadi keladigan bola, lekin bunda omadi kelmaydi. Bu xosali. Bu gap yo'q. Ambulatory to'rgadi men qilaman. Ana endi so'rang, qancha pul kerak? Meni kambag'al deb qiz bermaganlar. Hey! Uy, buncha omadlisan, shuncha damazni qayerga qo'yaman men? Alo. Aka, vahima qilmang, kreditimni to'layman deyapman-ku. Qanaqa qutulsam bo'ladi bu kreditdan? Bugunoq qutulaman. Kelib qolinglar, mana damaslar donasi 100 mingdan bo'lib ketdi. Mana endi so'rang, qancha pul kerak?